Bilaman aziz ayollarimiz har doim chiroyli ko'rinishni xohlaysiz, yorqin yuz, sog'lom sochlar, tirnoqlar degandek kayfiyatingiz yaxshi bo'lib, kortizol moddalarini oshib ketishini hech kim xohlamaydi. Ortiqcha vес yig'ish ularni xohlamaysizlar. Uning uchun ozgina uy sharoitida harakat qilsanglar, inshaalloh yaxshi natijaga erishasizlar. Ya'ni tabiiy kollagen bu ancha narsalarni qilib beradi. Buning uchun nima qilasiz? Bozorga borasiz, arzongina turadi shu. Sizdan zig'ir urug'i kechirasizlar. O'rnaya semena. Zig'ir urug'idan olasiz, bir chayni ложкani olib, suvga itib qo'ying yoki qatiqqa, o'zingiz xohlaganingizga. O'shani iste'mol qilsangiz ham bo'ladi. Yoki blenderingiz bo'lsa, o'sha ivitib qo'ygan narsangizni shuni blenderlab olib, yevarsangiz ham juda ham yaxshi kollagen bo'ladi sizga. Ancha o'zgarish sezasiz. Bu sinalgan bu hamma narsa. Yoki bo'lmasam endi sal buni усиливать qilaman, ya'ni kuchaytiraman desangiz, men yordam berishim mumkin. Bu asal bilan. Asal endi bu bilasizlar, oyatda kelgan narsa. Meditsina paydo bo'lishidan oldin bu asal ari haqida bu oyat ham keltirib o'tirgan. Shuning uchun shunda olasiz. Buni proporsiyasini bilishingiz kerak. Asal bilan o'rnaya semenani aralashtirib qo'yasiz-da, ertalab turgan paytingizda bitta chayni ложка iste'mol qilasiz. Kechqurun bitta chayni ложка iste'mol qilasiz. Bu ham juda ham foydaga ishlab beradi. Fertimoda kerak deydigan bo'lsangiz, bu faqat gulchangni olgan paytingizda ehtiyot bo'ling, duxovkaga kirmagan bo'lsin, o'shanga ahamiyat beringlar. Oddiy agar aniqlamoqchi bo'lsangiz, buni bundoq qilsangiz, mana maydalanib, parchalanib ketadi. Ko'ryaptimi? Shunaqa narsa bo'lib turadi. Mana shu narsani iste'mol qilsangiz yoki undan ham kuchliroq kerak deydigan bo'lsangiz, pожалуйста, bizda mana bunaqa mahsulotlarimiz bor. Bu yerda asal arini ona suti ham bo'ladi va shu gulchangi bilan asal bilan aralashma bo'ladi. Rezultati вообще super bomba, действительно. Ancha klientlarimiz buni еще vkusini aytmaysizmi? Vkusi juda ham zo'r, shuni yegingiz kelaveradi. O'zim to'g'risi aytib qo'yay, bitta chayni ложка yeyman deb orqasidan yana bittasini yeb olgim kelib ketadi-da. Ikkitalab yeb qo'yaman o'zim. Mana shu narsalarni organizmingiz zo'r, baquvvat bo'lib yuradi hamda har tomonlama hammaga yoqadigan ayol bo'lasiz inshaalloh. Ya'ni uyingizdagi oila a'zolaringizga. Ya'ni yana matочное молоко, bu asal ari ona suti deyiladi. Bu endominiziliv tablitsasi yetmaydigan narsa hisoblanadi. Buni tili tagiga mo'shtdek qilib tashlab qo'yasiz va iloji bo'lsa 18:00 gacha iste'mol qilganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi azizlar. Har doim sizlar bilan yaxshilikda ko'rishdik. Salomat bo'linglar.